Tushunmadim. Kunduz kuni ham chiroq yoqib turibdimi? Xotirrancha. Chiroqni pulini o'tin to'lab qo'yibdimi? Bor ochir. Opam aka. Ana, onasi Svetga ham pul tashab qo'ydim. Ha, siz pul tashiyverasiz, huzurini akangiz bolalar bilan ko'rib o'tiribdilar. Ko'p kunduz ham svetni yoqib o'tirishadi. Nima siz kafilligini olganmisiz? Sizga qarashsinlar, ishlasinlar. Ha, aka, qayerdan kelyapsiz? Ukam, ko'rmaysanmi? Kun ham sovib ketdi-yu. Men pechga bor edi bitta eski, o'shani tuzattirib kelyotgandim. Aksiga olib batareyani ham kuchi yetmayapti. Nima? Pechkani tuzatib ko'rganmi? Qo'lingizni pechga tok chirlatib tashiydi-yu, aka. Jiyanlaring. Qanaqa jiyanlar? Yig'ishtiring bunaqa narsalarni. Biz ham sovib katta bo'lganmiz, aka. Xo'p. Ha, akajon, ikkitagina ko'ylagingizni qo'lda yuvib olmadingizmi? Bu qancha pul yozib tashlaydi? Svet pulini ukangiz qiynalib to'layotgan bo'lsalar. Bo'ldi, keyin. Uzr. 75 ming bo'ldi. Ha, 75 ming deng. Sal pulim kamroq edi. Men choy olib turaman-da hozircha. Keyin masjiddan har kuni xarajat qiladi. Xohlasang keyinga yozib qo'yamiz. To'lab ketadi. Ukamni shundoq ham xarajatlari o'zi ko'p. Ukamga og'irligini tushmasin. Ke ukam. O'tiring, aka. Men odam emasman. Men o'z jigarini o'ylamagan badbaxt ukaman. Shuncha yil bitta hovlida yashab, holilardan xabar olmanman. Hattoki shu xonaga ham kirmagan ekanman, aka. Shu darajada oqibatsiz bo'ldim. Shu darajada mol dunyo, pul ko'zlarimni ko'r qildimi? Kechira olasiz. Meni kechiring, aka. Kim birovga ne tilasa o'ziga qaytar beshak. Menga o'lim tilaganga uzoq umr tilayman.